Moxoro sho'rvani xato va sirlari. Moxoro uchun bulyonni sifati juda ham muhim. Idealniy moxoro sho'rvasining siri qonun qoidalari bilan to'g'ri tayyorlangan quyuqroq lazzatli bulyondadir. Birinchi xato go'shtni qizartirib qovurib olmasdan qaynatish. Dumbani jizza qilib olib, bulyon quyuqroq bo'lishi uchun mol go'shtining kachalkali joylari bilan birga ilikli so'klardan qo'shib birga qaynatamiz. Bulyonni ko'piklarni olganimizdan so'ng ivitilgan no'xatni qo'shganimizdan keyin ko'pik yana qayta chiqib turadi. Ularni ham tez-tez tozalab turamiz. Quruq skоворodkada qizartirib olingan piyoz va sabzi, lavrov list va dushistый perets bilan, ammo lekin tuz qo'shmasdan past olovda 2,5 soat davomida go'sht bilan no'xat yaxshilab pishguncha qaynatamiz. Ikkinchi xato sabzavotlarni no'xat va go'sht bilan birga 2,5 soat davomida qaynatib, eziltirib, bulyonni rangini xira qilib qo'yish. Iltimos, bolgarskini butun holicha qo'shib, bolgarskini uvol qilmayli. Moxoro yanada mazaliroq chiqish sirlaridan biri bu ko'proq piyozni tilla rangda qovurib olish. Sabzi va kartoshkani qo'shib 5 daqiqa qovurganimizdan so'ng pomidorni qo'shamiz va pomidor mutlaqo ezilib, yovib ketguncha 5-10 daqiqa davomida qovurib olamiz. Moxoro uchun sabzavotlarimiz tayyor. Go'sht va no'xat yaxshilab qaynab pishgandan so'ng piyoz bilan sabzilarni suzib olib, sabzavotlar bilan bolgarskini qo'shib 25 daqiqa davomida kartoshka pishguncha qaynatib olsak, mazali bo'lgan moxoramiz tayyor. Bulyonlari quyuqqina bo'lib, lazzatli bo'lib pishgan bu moxorani yaqinlaringiz uchun tayyorlab, ularni xushnud qiling. Agarda sizga ma'qul kelsa, meni duolaringizda eslab qo'yishingiz yetarli. Maltani bilan har qanday taom yanada lazzatliroq. Alhamdulillah.